Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Demak, bizlarning bugungi lokatsiyamiz Cho'qqayma mahallasi, Urizor ko'chasida bo'lyapti. Tepa tarafdan kelaverish Go'stamp shundoq asosiy yo'l hisoblanadi. Bu tarafga qarab Navbahorga ketsak bo'ladi. Orientirimiz xuddi mana shu bino, ichkarida zamina masla, balansirovka hamda oziq-ovqat do'koni bor. Endi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizni tashqi ko'rinish fasadi hozir xuddi shu holatda. Tomlari yopilgan, pishgan ishdan qurilgan, sifatli mahsulotlardan foydalanilgan. Kirishimiz bilan xuddi shunaqa darvozaxonani ko'ramiz. Shiflar juda ham baland qilib solingan. Bu yonni remontini bitiradigan bo'lsak, xonadon juda ham chiroyli va ko'rkam bo'ladi. Xonadonimizning umumiy maydoni 6 sotuvni tashkil qiladi. Ichkariga kirishimiz bilan o'ng qo'limizda mehmonlar uchun mo'ljallangan bitta katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizda esa bitta oila uchun mo'ljallangan bitta, ikkita, 3 ta xonasi hamda bu yoqda bitta, bu yoqda yana bitta podvali mavjud. Bu yoqdagi xonaga alohida bitta yo'l qilingan, bu yoqdan kirib ketiladi. Xohlasanglar bu yonni akfa bilan yopib turib, ayvonni ham alohida bitta xona sifatida foydalanishingiz mumkin. Ustunlari juda ham baland qilib ishlangan. Bu yoq ochiq maydonimiz, kelajakda qurilish qilishni reja qiladigan bo'lsanglar, bemalol imkoniyatlar mavjud. Demak, xonadonimizni uzoqdan ko'rinishini olib beramiz. Tom uchun yopilgan xomashyolar, ya'ni tunukalar ham juda ham qalin, rossiyskiy sifatli tunukalardan foydalanilgan ekan. Birinchi podvalimizni ko'ramiz. Demak, bu ikkinchi podvalimiz. Xonadon egalari ushbu shinam xonadonimiz uchun 65 ming so'rashyapti. Doimgidek Telegram kanalimizga o'tadigan bo'lsanglar, lokatsiyasini topishingiz mumkin. O'sha yoqda uy egalarining telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelishtirib olish imkoniyatingiz ham mavjud. Bizdan yanada ko'proqni kutib qolasizlar. Uy bor parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.